Assalomu alaykum Uyg'ur radiosuning aziz anglovchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizda. Avtori Bayroqtar Bayroqli, Tadbiriyay nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. Birinchi bob ayol. Birinchi paragraf ayolning alohidaligi. Birinchi. Qiz farzand Alloh ato qilgan iltifot. İnsaniyatni Allah'ın g'azabiga duchor qilgan ishlardan biri ularning qiz farzandlariga tutgan so'g'aq muomalasi va ularni xolmasligi bo'lib, mana bu to'g'ri pozitsiya va muomalaga xotim berish, ayollar o'rtasidagi ayrimchilikni yo'qotish, ayollarni o'zi loyiq bo'lgan yuqori o'ringa ega qilish, shundaqla ularni erlarning zulm va adolatsizlikdan qo'g'dash Qur'onning nozil qilinishidagi asosiy maqsadlar qatoridan o'rin oladi. Qur'onda tarixning har bir davrida mavjud bo'lgan ayollar o'rtasidagi nohaq kamsitish va kamsitilishni ayiblaydigan mundaq ikki oyat bor. Osmonlarning va zaminning igdorchiligi Allohga xosdir. U nimani xohlasa shuni yaratadi. O'zi xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi. Xohlagan odamga o'g'il farzand baxsh etadi yoki ularga o'g'il qizni aralash beradi. U o'zi xohlagan odamni tug'mas qiladi. U haqiqatan hammani bilguchi va hammaga qodirdir. Sura Shura 49 va 50 oyatlar. Oyatlarni astoydillik bilan o'qiganimizda biz tushunishga tegishli bo'lgan asosiy hukmlarning tuvanligidek ekanligini ko'rib yetamiz. Birinchi, Alloh mulk, ya'ni barliq shaylarning egisi. Mazkur oyatning osmonlarning va zaminning mulklarining Allohga mansub ekanligini bildiradigan hukm bilan boshlanishi kishining diqqatini tortadi. İnsanlarning arzusi, istiki, irodasi va moyilligi hech qanday kuchga ega bo'lmagan yaratilish tarafida Allohning yaratishni rad qilganligini ifodalaydigan pozitsiyaga qarshi Alloh o'zining olamdagi bu tartibining yaratquchisi va uning egisi ekanligini eslatadi. Shundaqla farzandlar yoki ota-onalarning ixtiyorligida bo'lmagan qiz yoki o'g'il farzandlik bo'lish masalasida kishilarning chin dilidan o'zi Allohga shartsiz taslim bo'lishni tavsiya qiladi. Ikkinchi, Alloh o'zi xohlagan yaratadi. Farzandning qiz yoki o'g'il yaratilishida irodaning butunlay Allohga mansub ekanligi to'g'risidagi hukm farzandlarning yoki ota-onalarning orzusi sirtida amillashgan yaratish hodisasi hamda orzusiga muxolif bola tufaylidan kishi namoyon qilgan norozilik pozitsiyasining mantiqsizligini ko'rsatib beradi. Bo'libmi qiz farzandning xorlanishi yoki uni tuqqan onaning ayiblanishi Allah o'zi xohlagan yaratadi degan jumla bilan aniq rad qilingan bo'lib, ota-onalarning qiz farzand sababidan Allohga qarshi sodir qilishi mumkin bo'lgan hurmatsizlik to'g'risida boshda ogohlantiriladi. 3-iltifot va qizning oldingi o'rin qo'yilishi. Mazkur oyatda ba'zilarga qiz, yana ba'zilarga o'g'il farzand ato qilinishining ilohiy irodaning natijasi ekanligi ta'kidlangan. Shundaqla bu taqdirning ro'yobga chiqish jarayoni yaratish kalimasi bilan emas, balki iltifot baxsh etish hukmi bilan ifodalangan. İltifot qilish, ehson qilish, qimmatli narsani vujudga keltirish ma'nosini bildiradigan vahib, ya'ni vab hukmi yaratilishning alohida shakli sifatida inson farzandining ilohiy iltifot ekanligini yorqin til bilan ifodalaydi. Undan boshqa oyatdagi ilohiy so'z tarkibida oldi bilan qizning tilga elinishi, insonlar ba'zida noxush muomalada bo'lgan qiz farzandning aslida ilohiy iltifot ekanligini ko'rsatadi. Bu orqali kishilar tarafidan chetga qiqilgan, xorlangan, so'g'aq muomala bilan kutib olingan, hatto xohlanmagan qiz farzand Alloh tarafidan oldingi o'ringa qo'yilish orqali hech kim ta'virtalmaydigan maqomga ega qilingan. Ayolni birinchi o'ringa qo'yish va uningga e'tibor berish ijtimoiy odat emas. Aksicha u bir ilohiy odat, sunnat. Allohga iymon etgan kishilar qiz farzandini Allohning iltifoti deb bilishi, bundaq pozitsiyaning ibodat ekanligini idrok qilishi, shundaqla bu tushunchani umumlashtirishga tirishishi kerak. Alloh ne'mat deb qaraganni kamsitgan kishi Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Qiz farzandni Alloh ato qilgan ne'mat deb qarash muhim, ammo bu yetarli emas. Chunki ne'mat bo'lgan mavjudiyat cho'qim qo'g'dilishi, yaxshi tarbiyalanishi va ma'rifdan eng yaxshi holatda bahramand bo'lish sharoitiga ega qilinishi kerak. Oyatda ayolning erning oldida tilga elinishining yana bir sababi erning uningdan tug'ilishidir. Chunki inson yaratilgan nafis deb atalgan javharmu kishi jinis edi. Shunga ilohiy yaratilishda taqdir qilingan birinchi o'rinni kishi jinis egallagan. Ayolni kamsitish ilohiy taqdirni qabul qilmaslikdan derak beradi. Bu amaliyotda cho'ng gunoh hisoblanadi.
Biz oyatdan yana shuni bilamizki, kishilarga qiz yoki o'g'ilning iltifot qilib berilishida yanala Allohning irodasi muhim rol o'ynaydi. Dal bu sababdan har ikki jinsdan ilgari ilohiy iroda tilga ilingan. 4. Allah qiz o'g'il farzandni aralash ato qiladi. Oyatda qiz o'g'il ayrim berilganda iltifot ma'nosini bildirgan vahib hukmi ishlatilgan. Aralash, ya'ni o'g'il qiz farzand aralash berilgan bo'lsa, qo'shmoq fe'li qo'llanilgan. Aralash hukmini ifodalaganda o'g'ilni oldingi o'rin qo'ygan bo'lsa, qizni keyingi o'ringa qo'ygan bo'lib, 49-oyatda ayol oldingi qatorda o'rin olgan bo'lsa, 50-oyatda ikkinchi o'rinda tilga ilingan. Ayol har ikkala ahvolda, ya'ni oyatlar ichida muhim o'ringa qo'yilgan. 5. Allah tug'mas qilib yaratadi. Yuqorida tilga ilingan oyatda hammaga qodir Allah farzandlik bo'lolmaganlarning qayg'urmasligi uchun, ya'ni bu ahvolning ilohiy xohish va irodaning taqozosi bilan maydonga kelganligini bayon qilgan. Hammini bilguvchi va hammaga qodir bo'lgan Allah u o'rinlashtirishning insonlarning peshonasiga putilganligini bildirish orqali xonim qizlarning kamsitilishiga xotim berishni maqsad qilgan. Payg'ambarlarning hayotini ko'zdan kechirgan vaqtimizda qiz o'g'il farzandga ega bo'lishning har xil misollarini ko'ra olamiz. Allah Lut va Shuayb payg'ambarlariga faqat qiz farzandlarni baxsh etgan bo'lsa, Ibrohim alayhissalomga faqat o'g'il farzandlarni, Muhammad alayhissalomga bo'lsa qiz farzandlarga qo'shib o'g'il farzandlarni ato qilgan. Yuqoridagilarga asoslanganda Qur'onning ruhi bizga shundaqla dunyodagi barliq kishilarga ayollar o'tirsida jinsiyatdan kelib chiqqan har qanday ayrimchilikni, ya'ni xonim qizlarni kamsitadigan ideya, muomala va pozitsiyalarni tark qilishning zarurligini bildirdi. İnsaniyat qizlarni tarix ularga tangan nahaq muomala ramkasini qutulurishi, qizlarning biologiyalik va psixologiyalik xosligini nazarga olmaganda, ularning o'g'illarga o'xshashla haq, huquq va mas'uliyatga ega ekanligini, shundaqla ularning mu Allohning izzat hurmatlik bandalari ekanligini e'tirof qildigan muomala andisini borliqqa keltirib, ularni bag'riga besishi kerak. Ayollarni xo'rlab, ularni zulm qarong'ulikqa mahkum qilishi, ularni o'zlari loyiq bo'lgan yuksak martabadan mahrum qilganlik bo'ladi. Qizlarni yaxshi tarbiyalab, ularni insoniyatga foydali shaxs qilib yetildirish orqali ularning qobiliyat va talanti bilan insoniyat g'azinasini beyitishi kerak. Hurmatga sazovor dunyo, baxt, saodatlik insoniyat va porloq kelajakka ega bo'lish, xonim qizlarning yaratilish qonuniyatiga muvofiq yuksak axloq fazilat prinsipi bilan o'zlarining individualligini va kishilik dunyosini borliqqa keltirib, o'z jinsini erlarga o'xshash kuchli va sog'lom taraqqiy qildirish iqtidoriga bog'liq. İkinci cho'ng tema qiz farzandlarni o'qitadigan oilalar jahonga hukmron bo'ladi. Bu mavzuning ilhom bo'liqi bo'lgan beshik davritadigan qo'llar jahonga hukm aylar degan maqol qadimgi davrlarda eg'izini eg'izga tarqalgan bo'lib, bu maqol orqali ayollarning farzandlarini dunyoga obirida qilib, ularni beqib qatoriga qo'shish orqali millatning taqdirini belgilashda muhim rol o'ynaydiganligi isbotlangan. Ayollarning eng muhim qobiliyati deb qaralgan tug'ish qadimgi davrlardan kuch, qudrat va hokimiyat qarshida muhim o'rinni egallaydi. Agar bu kona maqol azroq o'zgartirilsa, ya'ni beshik tavratgan qo'llar degan iborani o'rniga qiz farzandinglarni o'qitinglar degan jumla qo'yilsa, u holda bugungi zamonaviy davr tushanchisida ma'na jihatdan hech qanday mubolag'a qilinmagan yuqoridagi mavzu o'tirg'i chiqadi. İslam dunyosi qiz farzandlarga yaxshi ma'rif sharoitini yaratib berish orqali taraqqiyot yo'lida aqsab qilishga sabab bo'lgan omillardan birini supurib tashlashga muvaffaq bo'ladi. Nupusning yarmi ayollardan tarkib topgan dunyoda ayollarni hech bo'lmaganda erlarga o'xshash tarbiyalamay turib, insoniyat sog'lom, kuchli, ijodchan va yuqori madaniyat saviyasiga yetishga qodir bo'la olmaydi. Qiz farzandlarni o'qitish ayollarni tarbiyalash bosqichidagi tunji qadam bo'lib hisoblandi. Biz tuvandagi mavzulardan bu jarayonning zarurligini ko'rib yetalaymiz. 1. Ma'arif. Bilimning eshishi va bilimning texnika bilan iqtisodiy turmushga moslashishi xizmat sohasini intayin murakkablashtirdi. Bu otalar bolalarining holidan xabar ola olmaydigan, oila tarbiyasi butunlay onalarning zimmasiga tushgan vaziyatni borliqqa keltirdi. Bu sababdan analar maktab bilan oila o'rtasidagi munosabat va aloqani moslashtirishga majbur bo'lmoqda. Balaning to'liq o'rta maktabgacha bo'lgan o'qishga ko'ngil bo'lish va ularga yor yo'lak bo'lishga oila analarga muhtoj bo'lib, xizmat hayotidagi jiddiychilik dadalarning balalarga yetarli darajada ko'ngil bo'lishiga va ularga yordam berishiga fursat bermaydi. Balalarning aqliy qurilmasining sog'lom o'sib yetilishi ona bola va ona maktab o'rtasidagi munosabatning sifatiga bog'liq. Bir ayolning ma'rif tarbiyasi ko'rgan bo'lishi, uning vaqti kelganda bolalarni o'qishga yordam berishi va maktab bilan normal munosabat o'rnatishida muhim rol o'ynaydi. 2. Dinning buyrug'i. O'qish ayolga farz.
İbn Majah muqaddima 17-numur. Bu hadis xonim qizlarni o'qitishning vojib ekanligini ifodalaydi. Muqaddas kitobimizning ismi Qur'on bo'lib, Qur'on uqumimi o'qish degan ma'noni bildirdi. İsmi eng ko'p o'qiladigan va birinchi so'zi o'qish buyruqi bo'lgan muqaddas kitobning xonim qizlarning ta'lim-tarbiya sohasida chetga qiqishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi, albatta. Payg'ambarimiz Qur'onning bu buyruqini yuqoridagi hadis bilan izohlab, xonim qizlarni o'qitishning vojib ekanligini bildirgan. İnsaniyat va islom dunyosi asrlardan buyon xonim qizlarning ta'lim-tarbiya masalasiga sal qarab, ularni bu ziyonkashliklarga duchor qildi. Tunji buyruqi o'qish bo'lgan muqaddas kitobning va ilm tahsil qilishning er ayolga farz ekanligini aytgan bir payg'ambarning agashuvchilarining dinga yot bundoq odatni borliqqa keltirishini hech qanday shaklda tushuntirgil bo'lmaydi. Nupusning yerimi xonim qizlarni tarkib topgan turib, shu yerim nupus yetalik ma'rif tarbiyasiga ega bo'la olmagan bir jamiyatning madaniyatlik saviyaga yetilishi mumkin emas. 3. Haq huquqini talab qilish. Erlar hukmronlik qilgan jamiyatlarda ayollar azaldan zulmga uchrab, har xil shakldagi zo'ravonlikqa duchor bo'lib kelgan. Ayollar tatgan azob oqibatlarini hech kimga anglata olmagan, haq huquqini talab qila olmagan. Bu sababdan ular duchor bo'lgan zulm, uvalchilikni ichiga yutishga majbur bo'lib kelgan. Bu ahvol insoniyatning taraqqiyotiga to'sqinlik qilib, ularni ilohiy musibatlarga duchor qilgan. Dal bu sababdan ilm tahsil qilish ayollarga o'zining haq-huquqini talab qilish, dunyoni bilish va o'zining inson ekanligini tunib yetish fursati bilan ta'minlagan. Xonim qizlar o'qish orqali ilm ma'rifatlik bo'lib, istiqbolni ko'rishga sazovar bo'lib, inson bo'lishning huzurini tuyib, his qilish fursatiga erishdi. Shundaqla o'zining fikrini yoqlash va individuallikqa ega bo'lish sharafini his qilishga boshladi. 4. Ilm tahsil qilish, axloq jihatdagi ojizlikni azaytish. Ma'rif tarbiyasi ko'rgan bir qism xonim qizlar xizmat hayotiga qadam bisib, xizmat jiddiychiligi sababidan g'aybatxo'rlik gunohidan xoli bo'ldi. Chunki o'qish fursatiga ega bo'la olmaganlikdan uyda o'tirib qolgan ayollarning ko'pinchisi g'aybat bilan mashg'ul bo'ladi. Garchi oila ayol bo'lsa-mu, lekin ma'rif tarbiyasi ko'rgan ayollar uyda o'zini tarbiyalab yetildirishni davomlashtirdi. Ular qo'shnidarchilik munosabatida inoq va axloqli bo'lib, do'stona paranglarda ilm ma'rifatlik bo'ladi. Ya'ni nodon ayol suxanchilik qiladi, o'qigan ayol o'zining bilimini oshiradi. Agar ma'rif diniy tarbiya bilan bir butun gavdaga aylantirilmasa, u ayollarni axloqiy jihatdan yuqori ko'tarishning o'rniga ularning ojizligini cho'ngaytib ma'rif ilib kelgan afzallikni eng tuvanchakka tushirishi mumkin. Bu nuqtada ma'rif tarbiyasi ko'rgan xonim qizlarni paylab turgan yushurin xatarni tilga ilib o'tish zarur. Maktab tarbiyasi xonim qizlarni haqqovur qilib qo'ymasligi kerak. Xonim qizlarning kishilik mijoz xarakterining sog'lom yetilishiga foydasi bo'lmaydigan, uni adablik va kamtar qilmaydigan foydasiz bilim xonim qizlarga manfaatlik bo'lishning o'rniga oila turmushiga ziyon yetkazadi. Ayollar ega bo'lgan bu foydasiz bilim ularni zich uyushtirishning o'rniga ular orasida jidal majra keltirib chiqaradi. Biz eri ayolga hurmat qiladigan, ayoli eriga mehr muhabbat va sadoqat baxsh etadigan madaniyat bilimlariga to'liq muhtoj. Bir ayolning o'qish orqali iqtisodiy mustaqilligini qo'lga keltirishi cho'ng g'animat. Ammo bu g'animat takabburlikni keltirib chiqarmasligi kerak. Oilaning madaniyat qimmatiga qimmat qo'shadigan, boshqalarga yo'linib qolmasdan o'zi mustaqil qad ko'tarib tura oladigan, jamiyatga yuk bo'lib qolmaydigan o'qimishli xonim qizlarning oila munosabatida normal bo'lishidanmi ortiq baxt bo'lamdi? Agar xonim qizlar olgan maktab tarbiyasi ularga erning raqibi bo'lish tuyg'usini singdirsa, u ma'arif qayta ko'zdan kechirilishi kerak. Agar ma'arif tarbiyasi muhabbatni kuchaysa, oila munosabatini tinchlikka ega qilsa va oilaning oliyjanobligini oshirsa, bu uning o'z rolini haqiqiy joriy qildirganligidan derak beradi. Ammo ma'arif tarbiyasi talash tortish, jidal majra va haqqovurlikni keltirib chiqarsa, u ziyonkashlik qilgan bo'ladi. Agar universitetning o'quvchisi bo'lgan bir ayol erining qahvasini xizmatchilariga tayyorlatqizmay, o'z tayyorlab bersa, u ayol ma'rif tarbiyasi ega qilgan latofat, nazokat va kamtarlikni o'ziga singdirgan bo'ladi. Ayol kishi ega bo'lgan bu latofat baliq dard va ko'ngilsizliklarni xuddi oftob qorni eritib yo'q qilgan o'xshash eritib yo'q qiladi. Yo'ldishi ochiqlanganda jim turilishni biladigan, vaqti kelganda talablarini eriga qabul qildira oladigan hamda ahvol qarab ish qilishni biladigan tarbiya ko'rgan ayol suyishga tegishli bo'lgan ayol bo'lib hisoblanadi. Bilim zo'r kuch bo'lib, ayollari bu kuch-quvvatga ega bo'lgan jamiyat dunyoni idora qilish salohiyatiga ega bo'ladi. Bugungi o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelaqatda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Alloh amonat. Charchesimi vaysimay, hech
vaqtim